Mana videomizni mana shu yerda boshlaymiz. Mana shu yerda 1 kilo 250 gram sazon boyka borlar. Kallasi bilan dumini o'g'ilchaga beryaptim. Uxani yaxshi ko'radi u. Men ko'pam uxaga toqatim yo'qroq. Menga shashlik bo'lsa, qovurgan baliq bo'lsa. Mana shu mana siqlab tayyorlab turibmiz. Mana endi mana yerda olaplar yonib turibdi. Xudo xolasa mana hozir bir 10 minutlik cho'g' bo'ladi mana shu kishi. Cho'g'ning tevasiga inaki shu baliq vokalar hammalari chiqishadi. Keyin videoni davomini shu yerda ko'raverasizlar. Mana videoni ham ikkinchi qismini boshlayapti. Mana baliq vokalar mana cho'g'ning tevasiga chiqishdi. Mana shu baliq bo'lalar. Mana cho'g'ning tevasiga qo'ydik. Xudo xolasa 10-15 minutda pishadi. Inaki buni sekin piyozlar bilan kirishni boshlaymiz. Mana shu baliqvoy, sazonboy aka bo'ladi mana. Sizlar shuni eshitdingizlar? Mana shu baliqvoy aka bo'ladi. Videoni endi pishganda davom ettiramiz. Mana baliqvoy akalarni bir tomoni mana pishib qoldi. Hozir ikkinchi tomonni ham pishirsak, shu bilan mana endi tayyorlanganlarni hep tayyor qilib qo'yganmiz. Tarelkalarga solib, oyda issiqqina choylar bilan, piyozlar bilan qo'shib yeymiz. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, vaqtinglar bo'lsa kelinglar. Eshiklarimiz ochiq. Mana cho'g'larimiz hali ko'p. Baliq pishiraveramiz. Vaqt bo'lsa bemalol. Darvozalarimiz ochiq. Mana shashliklarimiz ham pishdi. Mana endi tarelkaga olamiz bularni. Navbati bilan maza qilib yeymiz. Mana cho'g'larda hali ancha bor. Cho'g'larda ancha bor. Shu kishi shashlik bo'ladilar. Hozir o'ziga kirganda piyoz bilan yeyishni boshlaymiz. Mana shashliklar ham o'yinning ichiga kirib kelishdi. Xudo xolasa piyozlar bilan qo'shib, choylar bilan, nonlar bilan olib kiramiz. Qani